Assalomu alaykum. Bugun Xitoy firmasini kabinasi 90 ga 90. Tim qora, hamma yog'i. Vanna sovetnik, chuqur emas, past emas. Suv to'ldirib, bolalarni vanna qilib cho'miltirsa bo'ladi. Bemalol o'tiradigan joyi bor, bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu kabinamiz oddiy hisoblanadi. Qo'ldan suv sepadi, tomdan suv sepadi. Ikkita dimoxodi bor. Dimoxodni bittasini bo'shatib olib turib, o'rniga chiroq qotirib qo'ysa ham bo'laveradi, juda chiroyli. Sovish ham qo'yadigan polkasi bor. Bo'ldi, oshga hech narsasi yo'q. Razmeri 90 ga 90. Oldi oynak, orqasi plastik bo'ladi. Narxi qulay. Yaltillab turibdi, juda chiroyli. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana shu tog'am yetkazib beradilar, yotibdilar.